Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar va obunachilar. Video syomkani boshladik. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek savdo kompleksi. Bozor kunlari ham juda o'zgarib ketdi. Assalomu alaykum. Ko'ylaklarni chiqib beryapti. Asosan yakshanba, chorshanba kuni bozor bo'lardi. Hozir o'sha bir kun oldin bo'lyapti. Ya'ni o'sha shanba va chorshanba yakshanba bo'lmayapti-yu, kunduzi bo'lib o'tib ketyapti-yu bir kun oldin. Xullas bugun kunimiz haftaning yakshanba kuni bugun. Faqat kecha shanba kuni ham bo'ldi bozor. Shanba kuni bo'ldi. Bugun mana hech qancha odam chiqqan yo'q. Bozorning ichini ko'rsatsam hayron qolasizlar. Bu bozorda vaqtlari ham o'ta o'zgarib ketgan. Odamlar kam. Kecha ko'p savdogarlar chiqib, savdoni qilib, bugun chiqqan yo'q. Bozor ham mana ona gavjumbas. Xullas shunaqa gaplar shanba va seshanba kunlari kunduzi bo'lib o'tib ketyapti. Yakshanba, chorshanba kuniga o'tganda 7-8 ga qolmay bozor tugayapti. Xullas shunaqa gaplar. Aka bular qancha beryapsiz? 27 ming, 25 ming hal deyishyapti. Katta kishinasiga qarab. Bu nechidan nechagacha? 52 dan 56 gacha qancha o'sha narxi? 25 ming. Keyin qaysi razmeri bor? 56 dan 60 gachasi bor ekan. 28 ming so'm ekan. Bular qancha ko'ylaklar? Ko'ylaklar 35 ming. 35 ming, 33 minglik bor ekan. Yelekanlar 35 ming. Yelekanlar 35 ming, oddiylari 33 ming so'm ekan. Bular qancha aka? Shu asli 33-35 Bular ham 33-35 ming so'm ekan. Yelekanlar 35 ming. Videoga olarakmi? Akamizda xalatlarda turli tumanlardan deydimi, shu mana bir 3 yosh, 4 yoshdan tortib to shu yosh katta opalarga, onalarga tushadiganlardan bor ekan. Bu tomonlar selfie tayoqchamiz sinib qolgan, shuning uchun qo'lda videoga olyapman, unchalik qimirlab ketyapti deb kommentariyada yozishibdi. Havo sovigan. Shuni hisobiga videolar ja akkuratni chiqmayapti. Oldindan uzr so'rab qolamiz. Zakazga ham tikib beraveramiz zakazlar. Zakazlarga ham tikib beraveramiz deyishyapti ekanmiz. Bu kichkinalar qanchadan? Kichkinalar 35 ming. 35 ming. 30 ming. Yo'q, pachka narxini ayting-da siz. Pachkaga 30 ming. Pachkaga 30 ming so'mdan ekan. Razmer qanaqa chiqadi? Razmerlar mana shu razmerda hozir keyingi razmerlar chiqyapti. Yo'q, bu standartmi yo nimami? Yo'q, bular standartda. Bular standart ekan. Ha, keyingi chiqarganlar razmerda chiqar ekan. Bular hozircha standart. Bir necha yosh hozir shu? 4 yoshlar bor ekan. 4 yoshga yetmaydi, 2 yosh, 3 yoshda. Ha, 2 yosh, 3 yosh ekan. Buni razmerlar bor. Bu nech pul bu? Bular 35 ming. Buni narxi 35 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? Razmer 46, 48, 50 razmerlari bor. 46, 48, 50 razmer ekan bu. Materiali qanaqa? Materiali bambuk. Materiali bambuk. Tivani o'zi bu. Tepani o'zi. Narxi nech pul dedingiz? 35 ming. 35 ming so'm ekan bu. Bunlarchi lozimlar ekan bular. Lozimlarimiz 20 ming. Lozimlar 20 ming so'm ekan, ya'ni shu ishtonda endi nima deydi, lozim. Shu xalatlar bilan kiyadigan. Qancha dedingiz? 20 ming. 20 ming so'm ekan bu. Bular standart bo'ladi. Standart bu. Halik, velikan razmer ekan, kengidan ekan. Velikan katta razmerdan ekan. Bularchi? Xalatlar bular. Nachosli xalatlar bular qanchadan? 85 mingdan pachka beryapmiz. Pachkaga 85 ming so'mdan ekan bular. 54, 56 ikki xil razmerda bor. 54, 56 ekan razmeri. Katta razmer ekanda, 54, 56 ekan, shuning uchun narxi qimmat ekan. Bularchi tivaliklar, tivaliklar ham o'ta chiroyli, pechati ham zo'r bosilib qo'yibdi. Bular tepalilar 35 mingdan bular. Bular 35 ming so'm pachka narxi. Bulardan ham razmerlari bor. Razmer qanaqa chiqadi? Razmerlar 44, 46, 48. 44, 46, 48 ekan buni razmeri. Buni rasvetkalari ham bor deyishyapti. Hozir ochig'i shu ekan manekendogisini. Lekin o'sha pachkada rasvetkalar bor ekan. Bu tomonlar qanchadan? Bular hammasi standart xalatlarimiz, dvoykalarimiz. Bular 55 mingdan pachka beryapti. Dvoyka standart xalatlar pachkaga 55 ming so'mdan ekan. Endi ko'paganga donaga shu 5-6 ming ustiga minadi. Tivapas ekan bular? Hammasi tivapas.
Qancha dedingiz? 50 55 bin. 55 ming so'mdan ekan. Yana qaysi ishlaringiz bor? Unularchi? Yana ajoyibmi bu? Bu yerda momiqqin ekan, nima edi? Momiq tukli ekan. Bolachalarga endi yangi ishlar bor. Yangi ish chiqaryapti ekan. Bu nima edi? Abrazes desam bo'laveradi. Qancha tushyapti endi? Narxi nech pul chiqyapti? Bular 16 bin. 16 ming so'm ekan. O'ta zo'r pechati ham. Juda ajoyib bosilibdi pechati, mana shiriydigan nashkiliga. Narxi 16 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa chiqyapti? Razmerlar hozir mana shu standart razmerda bo'ladi. Standart razmer taxminan bir 2 yosh, 2,5 yoshlarga tushadigan ekan. Keyin ichkarida xibillarmi bular? Xabar ko'ylaklarimiz, uzun ko'ylaklarimiz 45 mingdan. O TVPaschi? Dvoykalar 60 mingdan. Dvoykalar 60 ming, standart ekan. Standart. Standart 60 ming so'm ekan narxi. Bularchi uzun ko'ylaklar? Uzun ko'ylaklar 40 ming, 45 mingdan. 40 ming, 45 ming so'm ekan bular. Bu tomonlarchi? Bu tomonlar ham shunaqa. Bu tomonlar ham 40 ming, 45 ming so'mdan ekan. Keyin mana o'sha ajoyib bir Jazzline material bu, yangi material. Jazzline ekan, yangi materialda. Nech pul bu? Bular ham 60 mingdan pachka. Bular ham pachka narxi 60 ming so'm ekan. Ba'zi endi shularda nima rasvetkalari, xalatlardi. Telefon nomeringiz? 90. Telefon raqamlari 90lik 934 934 4304. 4304 raqamiga murojaat qilinglar. Shu xalatlardan kerak bo'lsa. Bizda kuryerlik xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Aka charchamang, savdolanversin. Sog' bo'ling. Bizda telefon raqamlarimiz 33lik 309 4187 90lik 343 92 02 raqamlariga murojaat qilinglar. Yuk yig'dirmoqchi bo'lsalaring. Bu yerda sizdanmi? Ha, ko'raverang. Aka charchamayapsizmi? YouTube'ga video olib turadi. Akamiz savdo qilishyapti endi. Hozir video qilib bo'lganicha bo'shab qolsa, narxlarni aytib o'tamiz. Shtuk nechta sanadingiz? Shtuk. Tepas ko'ylaklar. Bu yoqda xafa ko'ylaklar. Tojikistonliklar shekilli. Aka qancha beryapsiz? Ana? 65? 65 ming. 65 ming so'mdan ekan bular. Razmeri qanaqa? Tamam. Все. Razmeri qanaqa? Yo kiyrak keladimi? 56 gacha. 50 dan 56 gacha, narxi 65 ming so'm. Bunilarchi ko'ylaklar? Aka, mana 45 minglar. Bunisi 45 ming so'm ekan. Bunisi aka 58 qilib beraman. Bunisi 58 ming qilib berishar ekan TVPS. Yo'q, angorkani ham aka bor. Bularchi? Ashlar 45 ming. 45 ming so'm. Bularchi? 45 ming. Bu ham 45 ming so'm. Bu qorasi ham 45 ming. Bu qorasi 45 ming so'm. Bular endi anular. Ha. Bu angorka ko'ylak ekan, material angorka ekan. Narxi 65 mingmi? Narxi 65 ming so'm ekan. Bunda razmeri qanaqa chiqadi? Standart razmerda narxi 65 ming so'm. 54 56 razmerlarga tushaveradi deyishyapti. Telefon nomerlang? 91lik 91lik 057 057 26 21. 26 21 raqamiga murojaat qilinglar. Buni zo'r ish ekan, nimasi bormi rasvetkasi yo shumi hozircha? Hozircha shu ekan buni rasvetkasi. Charchamanglar, savdolanversin. Ustaka sizdanmi? Video qilarakmi? Aka, yaxshimisiz? Bular 20 mingdan 18 mingdan qilib beramiz oxir aka. 20 ming so'm ekan, oxirgi narxi 18 mingdan qilib berishar ekan. Optimga 18 ming, dona, brek pachkalarga 20 ming so'm. Razmeri qanaqa chiqyapti? 54 aka, mana shu 56. 54 56 ekan razmerlar, 18 rasvetkalar. yoshga 54 tushadi, 20 yoshga 56 tushadi aka. 18-20 yoshlarga tushadigan ekan. 18 ga kichkinasi, 20 ga katta razmer ekan. Tivadachi Reebok. Tevadagi 60 gacha 56 dan, u ham 18 ming. Bu ham 18 ming so'm ekan, 60 gacha ekan razmeri. Bu ham nachos. Bu ham nachos ekan. Telefon nomeringiz? 88lik 88lik 210 210 0434. 0434 raqamiga murojaat qilinglar. Mana shu kapshunkali ishlardan kerak bo'lsa. Aka charchamang. Savdolanversin. Trikolar funta materialli ichlari nachos. Aka charchamayapsizmi? Rasvetkalarim
Savdolar bo'lyaptimi? Rahmat aka. 7 xil rasmga bor ekan. 7 xil rasvetga bor ekan. Narxlari Narxlari 24 ming. 24 ming so'mdan ekan. Tagi manjetli, manjetsiz. Ha, pasti mana ochiqdan bor ekan, bekidan bor ekan, rezinkali, Vishka bo'ladi. Mana nimalari ham vishkali ekan, pechetlari ham vishkali. Ko'chmaydi. Ular razmeri qanaqa? Ular 52, 54, 56, 58. 52, 54, 56, 58 to'rttalik ekan. Narxi qancha? 24 ming. 24 ming so'mdan ekan. 62 gacha 25 qilib beramiz. Shuni 62 gacha razmerisi qancha? 25 ming so'm ekan. 66 gacha 27 ming. 66 gachalisi ham bor ekan, narxi 27. 27 ming so'm ekan. Shu hamma rangidan bor ekan shu razmerlarda. Qabimiz 23 ga 26. XB 23 ming, 26 ming. Yelikani 26. Velikani 26 ming, kichkinasi 23 ming so'm ekan. Xalosalarchi? Xalosalar ham 24 ming. Xalosalar ham 24 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa chiqqan? Razmeri ham shunaqa bu. 52 dan 58 gacha. Razmeri 52 dan 58 gacha ekan. Velvet nachoslarimiz 45 mingdan. Velvet nachoslar bor ekan, narxi 45 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa ular? Razmeri 64 gacha. 64 gacha ekan. 60, 62, 64 to'rttalik razmer ekan. Rasvetkalari 4 xil. Rasvetka 4 xil ekan. Telefon nomeringiz 77lik 77lik 014 014 73 73 90. 96 raqamiga murojaat qilingan. Mana shu trikolardan kerak bo'lsa, sezon keldi, qalin ichlar, nachos. Charchamang, savdongiz bo'lsin. Hop. Akamizda mana bunday addushi dahshat kamzirchalardan kelibdi. Qirg'lar, momoqlar. Ko'jallar 110 ming so'm deyishyapti. Razmermi bu? 48 dan 56 gacha, narxi 110 ming so'm ekan buni. Bularchi? Bular 55 ming so'm ekan, 3 yoshdan 10 yoshgacha. Nechta razmer chiqadi? 4 ta razmer chiqar ekan. 3 yoshdan 10 yoshgacha dedingiz-a? 4 talik razmer chiqar ekan pachkadan. Shular hammasi shunaqa. Bular rasvetkalar ekan. Dona yo'q-a? Ha, dona ham bor ekan. Narxi o'zgaradimi? Narxi 5-6 ming so'mdan farq qilar ekan, dona ham savdo bor deyishyapti. Bularchi? Bular 40 ming so'm ekan. Standartmi? Razmermi bu? Bular standart ekan. Bu qancha? Bu razmer ekan, narxi 60 ming so'm ekan. Katta razmer ekan bular. Ha, ichida o'sha eng kattasi velikan chiqar ekan, qolganlari shu o'rta yoshlilarga ekan. Bularchi? Yigirma 28 ming qomadi deyishyapti. Yengillab qolibdi. Telefon nomer qo'yaylikmi? Nechilik? 99lik 365 40 17 raqamiga murojaat qilinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, kommentariya, like deganda shuni narsalarni bir yaxshi bo'lar degan. Telegram kanalimizda shu ishlarning narxlarigacha qo'yilgan. Assalomu alaykum. Hormang, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qanchadan? Ularimiz 25 ming. Bular 25 ming ekan, razmeri 54 dan 58 ga. 54, 56, 58, narxi 25 ming so'm ekan. Xalasallar 26 ming so'm. Xalasallar 26 ming dedingizmi? 26 ming so'm ekan, razmeri bir xil ekan. Donaga 30 ming. Buchi Ular 45 ming beryapmiz. 45 ming so'm ekan. 43 qilib beraveramiz deyishyapti. Ichi nachos pas ekan. Nachos aka. Ha, ichi nachos ekan. Ichi nachosli ekan. Narxi qancha dedingiz? 45 ming? 45 ming. Narxi 45 ming so'm ekan. Razmer bir xil, ha? Bir xil. Razmer bir xil. Ularimiz 62 ga 26 ming beryapmiz. Bu 62 gacha ekan, 26 ming qilib berishyapti ekan. Triko so'raganlar uchun mana trikolarni videolari. Telefon nomeringiz? 77lik 77lik 008 008 94 94 48. 48 raqamiga murojaat qilinglar. Aka, charchamang, savdongiz bersin. Bu yoqda ko'ylaklar, bu yoqda o'sha har doim video qilingan price podadiganliklar. Tomonlarda shapkachalar ham o'sha bir 10 mingdan tortib bir 20 minggacha ketaveradi. Bularning ham rasmlari Telegram kanalimizda bor. Sal yangiliklardan video qilaylik.
yerda olyapsiz debdi. Endi iloji yo'q, TVni olsak ayollar tushib qoladi, odamlar tushadi. Hijolat, noqulaylik, nima deydi? Meni olma deydi. Suvlardan kerak bo'lsa, charchamayapsizmi? Ha, yaxshimisiz? Shepkalar